Baxtiyor Qudratullayev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan ko'cha hokimiyati liderlaridan biri. U 1971-yil 19-oktyabrda Toshkentda tug'ilgan. Uning nomi 1990-yillarda O'zbekistonda qonuniy tizim va ko'cha kuchlari to'qnashgan eng keskin davrlarda ko'tarildi. Bozorlar, restoranlar va mahalliy bizneslar ustidan nazorat uchun kurash kuchaygan paytda Qudratullayev o'z mavqeini mustahkamladi. 1997-yilda Sangort qamoqxonasidagi yig'ilishda unga qonundagi o'g'ri maqomi berilishi uning jinoyat olamidagi nufuzini rasman mustahkamladi. U ko'p yillar davomida mashhur elita vakillari bilan aloqada bo'ldi, jumladan Salim Abduvaliyev bilan ham. Ayrim hududlarda u nafaqat qo'rquv, balki tartib ramzi sifatida ham tilga olindi. Bozorlarni tinchlantirish, nizolarni to'xtatish va muhtojlarga yordam ko'rsatish haqidagi suhbatlar bilan ko'pchilik ijobiy inson sifatida eslaydi. Shu bois xalq orasida uning qiyofasi ikki xil: jinoyat olamidagi nufuzli shaxs va ayrim ijtimoiy vazifalarda insonlarga yordami tekkan odam sifatida. Qudratullayev 2008-yilda Rossiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga deportatsiya qilindi va 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. U jazoni Jasliq va Qarshi koloniyalarda o'tab, 2014-yilda sog'lig'i yomonlashgani uchun muddatdan oldin ozod qilindi. 2018-yilda Toshkentda o'tkazilgan yirik yig'ilishda raislik qilgani uning ta'siri hanuz davom etayotganini ko'rsatdi. 2023-yil 28-noyabrda Toshkent shahrida maxsus reydda Yakkasaroy tumani Kohinur ko'chasi 37-uy yo'lagida qo'lga olinishi esa katta burilish bo'ldi. 2024-yil 3-iyunda Yunusobod tuman sudida 37 kishilik keng qamrovli jarayon boshlandi. Ular orasida uning akasi va 2 o'g'li ham bor edi. 19-iyul kuni sud hukmi o'qildi. Baxtiyor Qudratullayev o'ta xavfli retsidivist sifatida 20 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning yaqinlari ham uzoq muddatli jazolarga hukm qilindi. Shu tariqa u O'zbekiston jinoyat olamining tarixida keskin o'rin tutgan shaxs sifatida qayd etildi.